Bankka kelgandik, kredit olmoqchi edik. Men qorovulman, boshliq ichkariga kirasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi. Yaxshimisiz? Keling. Bizlar Nogiron bankdan kredit olsak kelgandik. Keling. Nima chizapsiz? Siz rasmiydi. Nima keldingizlar? Kredit olmoqchi edik sizlar banklaringizdan. Bu biznes ochmoqchi edik. Ha, kreditmi? Hozir. Kredit esa ana hujjatlarni tahlil qilasiz, ana bering imzo chekasiz. Shu hujjatlarimi? Ha. Bo'ldi bacham, ketdim. Olib keldim mana hujjatlar. Yaxshi, indikda mantiqiy savol beraman. Javob bersangizlar, o'zim Nogiron bank boshlig'i sifatida kredit ajrataman. Rozimisizlar? Rozi, zo'r bo'laydi lekin. Mani uyimda bitta kuchugim bor, uni oti nima? Yo'q, undan keyin bir. Sani kuching otini qiyramayapmiz biz. Osonlashtiraman, bosh harfi Z dan boshlanadi. Zdan? Z zo'rroqmi? Yo'q. Zombimi? Yo'q. Zaychik. Zaychikmi? Yo'q. Zo'rroq. Nima aytdi? Zombimi? Yo'q. Zizi. Yo'q. Ziki. Zikimi? Yo'q. Zaribmi? Yo'q. To'xol Malik. Nima oti? Nima? Oti Tuzik. Undan keyin ko'r. Qani bu yerda Z? Bosh harfi T-ku buni. Qani bu yerda Z? Zato o'rtasida Z bor. Bu jilyagan Turkiya kredit berilgan desang bo'ladi-ku. O'zi men bularni nomidan bilgandim-da, Nogiron bank deydi, o'zi jilliligini bildim bularni. Nima bo'ldi? Kredit oldingizmi? Bular hammasi bir xilda. Yo'q, ola olmadik. Nima desang? Menga qaranglar, ana shu boshliq bilan men qarindoshligim bor. Agar ana kuchugim laqabni topsangizlar, men o'zim yordam beraman. Yana kuchuk. Tuzukmi oti? Yo'q, bosh harfi O'dan boshlanadi. O'dan? Olaparmi? Yo'q. Oymomanmi? Yo'q. Bu endi topolmadik, nima? Bubik. Ketdik. Men qarindoshman. Onasini emsin shu yili baxt qushi kallama chichib o'qish kirib ketdim. O'qish kirgandan keyin ota-onam, yaqinlarim va men juda xursand bo'ldim. Birinchi kurs paytimda eng aqlli bachamandim. Darslari umuman qoldirmaydim onasini emsin. Ikkinchi kursga ko'chganimdan keyin bir xo'yna jo'ram ichish o'rgatdi onam kimga. Bu nima bu jo'ram? Bu issiq suv. Ichish o'rgatgan jo'ram chekishni ham o'rgatdi. Boshim aylanibdi. Davay. Shu meni yomon joylarga olib bordi. Begona qiz borku jo'ra. Shu jo'ram sababli ikkinchi kursda buzilib ketdi. Uchinchi kursga ko'chganimda hamma ishlarim xato ekanligini tushundim. Xato qilibman-da. O'qishga kirib xato qilibman. To'rtinchi kursga ko'chanimda hammasiga qo'ydim. Stol ustiga kitob albatta. Nima bo'lyapti? Qachongacha buni yashaymiz, jonga tegdik-ku, enaga olaylik. Bilan yig'ishtirishga, pastda yurishga zakonni variantlarni topib qo'yganman, dadam. Bonalara jarangda karvon endi bizniki o'ydan. Sochpati olsayimizga, sochpati emas, bu kishi ham enagam. Qaynonangiz nechi pul sizni? Oyiga 1 million siz. 15 million. 15 million mi? 3 oylik oldimda. Siznikicha? Amanga 3 oydan keyinmi, 6 oydan keyinmi bir qilib bersangiz ham bo'ladi. Singilcha sizga nima sharoitlar qilib berishim kerak? Menga kir mashina, posodomoshik, pilisos, oyda 2 marta tirnoq qilaman. Qilamiz. Sochimni ham bo'yataman. Siz zimangizda. Tamom. Sizgacha? Bizga bir gel bilan gubgacha yetadi. Jonim, singlim o'zimda. Nechilar siz kelasiz? 11larda turaman, 1da kelaman. 1! Malades! Men ertalab 5:30 ga kelib, kechqurun 11 ga ketaman. Ko'p uxlayapti-da. Otamni ko'zini ko'r qildi bu chiroy qiydan olamiz 15 million har oy bo'yda. Mana shu 8 setiq jonim. Singlim o'zimni. Siz bilan barterga ishlasak, sizni nomingizga yetkazib bersam, xohlasangiz o'g'limni ham dedam topshirib beraman. Ayvonliroq tursangiz, bu men 30 soat ham uxlayman odam degan. Yuring endi sizni sadloga yutqizaman. Unga farqi yo'q, uxlasangiz ham, nafas olsangiz bo'ldi, o'lakating. La och xotin! Xotin! Aha! Bachang qani mollarga o'tib bersin. Bu o'g'li zo'ya kirib olib, guppus etib bilib, nima qilib turibdi. Chappa qildi voya. O'zingiz keling bak.
Jilli bo'ldimi ya u bacha? Hozir borayman uni. Bu bacha ichkarida vov qilib nima qilyapti ekan? Kuchiga ham uy olib kirganmi yo? O'chir mizgan, o'chir. Sen jilli yetmang bolalarga qaramay nima qilyapsan? Sen bachani kallangda ishing yo'qmi? Kecha onang ovqat qilaman desa, uyda kosa yo'q. Sen mera kosalar olib kelib, vov qilyapsan. Qilarmi? Olanab achkirman gapirtiranda, tushundingmi? Nima qiliq bu? Dada, men DJ bo'lmoqchiman. DJ? Ha. Nima degani DJ? Ana restoranlarda, klublarda muzika qo'yib davron qizdiraman men. Fukku viji. Yig'ishtirasiz o'ydiraman uni. Qiliqmi shu? O't mollarga qarab acham. Ye, molga qara. O, mollarga qanday qararlar. Mana bunda qararlar. Ketdim. Jilli bo'ldi bu bacha. Dadasi. Ha? Qashqara, kizi qara sanamginam. Qashqara, kizi qara sanamginam. Sanamginam. Jilli xotin. Jilli bo'ldingmi? Nima qilyapsan bitta gap takrorlab? Ana shu qo'shiq topolmayman dadasi. Ana o'g'ling bor. Viji fuku qiladi. Ana shundan so'ra top berash shu muzikani. Ana shu mana. Ha shu qo'y hamachim. Qo'yaymi? Ha. Mana. Jober tuz ketir. Tuzni olib kelyapman. Jober, tuzni olib kelyapman. Jo'ban! Mabiraka! Labay. Karim bo'lganmisanmi? Bala o'tanga bera bu tuzni. Ha shuni aytdilarmi? Tuz deb yurakka to'kilib berib tuzga bo'ktirib o'ldirgan haromni.